Salomat. Aziz qo'shib qoldirasiz oldi. Mikrofonga. Mikrofon gapiring ana. Payshanba kuni ertalab sizlar aytdilaringda, Ha, biz aytdik. Ko'rib o'tiribmiz. O'shan keldingizmi? Mazalar qo'shib qoldingiz. Men Yo, mazza yaxshi. Yo'q, unaqa deb. Qamal o'tib ketib qoldi. Yo'q, men boshqa narsani aytdim. Qamal o'tib ketib qoldi. nima deyishdi-da? Xotir oldingizmi? Dushanba kuni borishim kerak edi. Yo'q. Ha, dushanbaga man tuzalishim kerak edi keyin mana shomona. Qaraysiz? Zo'r. Charchamay. Qoyilma, hurmatli azizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Zo'r TV kanali muxlislari. Ertadan salom ko'rsatuvning jonli efir muxlislari. Sizlar bilan ko'rish turgandan xursandmiz. Bu insonni tanigансizlar ham bilib, tanib qoldinglar. Mashhur bo'lib ketdingiz. O'zim ham bilmay qoldim. Mikrofon. O'zim ham bilmay Populyar bo'lib qoldim. ketdingiz lekin. Men o'ylaygar shu odamni birinchi ko'rgani o'zim aytaman. Rosa bir ichi to'la zavq ekan shu odamni. Ovozi chiqimda qarab bitta gapingiz o'zida bildimda mana shunday. Men qaramadilaring. Qaramadilaring deb. Voy men qaralaringni, ne qaramadilaringni degan gaplar bilan bitta gap bilan shuna hammani o'ziga jalb qildingiz. Lekin qolgani shu gapdan keyin men bitta Zo'r TV chiqsam bo'ldi ertalik kechqurungiga. Men o'yladim hozir ertadan salomdirmikin desam, Ulug'bek uxlamaysiz deb qo'ydi, men aytdim, dada. Keyin payshanba kuni telefon qilishda qarasam chiqayotgan ekansiz payshanba kuni kechqurun. Endi dushanbaga chiqaman deysizmi keyin? Ha? Salomat. Bu sastav butun. Ko'rsatingizni paylab. Bu ertalabkichi kechqurunga qaraganda ko'proq ko'rishadi ertalab. Duo qilib qo'yasizlar meni. Siz duodasiz shundoq. Oxirida duo qilib qo'yasizlar. Yo'q, bu xos sizni hamma duo qilyapti. Bu dushanba chiqishingizni bildi hamma. Hozir hamma ko'rib o'tiribdi. Bitta O'zbekiston ko'ryotgani yo'q. Hozir O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Amerika, Yaponiya, Xitoy, Germaniya, Moskva, Rossiya katta o'zbek xalqi bo'lsa, shu ertadan salom ko'radi. Amerikada hozir kechqurun Amerikada. Ana yozishadi, ko'ramiz deydi. Hamma ko'ryapti sizni. Siz shunaqa bir mashhur bo'lib ketdingizki, eplov bo'lmayapsiz o'zi. Ha, o'sha kuni payshanba Eplov bo'lmayapti. Payshanba kuni bittasini magazinida savdo bo'lmagan, bittasini kartoshkasini suv bosib ketdi. Ana, ko'rsangiz sizni ko'raman deb. Ana vodiyda hozir vodiyda vahshiy tursiz endi yo'lda, gayli ham to'xtatib, bunday qilib, nima to'xtatding? deb qo'yasizmi oxirida? Bozorga ham kirolmadim. Rostdan, serios. Serios, mana kecha ikkovimiz bozorga bordik. Kirib olmadi bozorga. Ham rasmiy tushyaptimi? Odamlar O'rivoli. O'sha kunlar keldi. Qara, Siz kutgan kunlar keldi. kutgan 740 yildan qolayman. Ha. Maza. zo'r. Ayollar yopishgan kelib, Ulug'bek degan, Ulug'bek deb qanday ushlab qo'llaringizni anaqa qilib, qo'llar ayol bo'lib qolibdi-yu, hamma o'sha yurganda. Juda chiroyli ko'z tegmasin. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Qizlar salomlashib olaylik endi sizlar. Men ko'rganimdan xursandman sizni. Joningiz sog' bo'lsin. Mana yonma-yon turibmiz. Ko'ryapsizmi, qarang. Ana shu siz bilan chiqaman deb uyda oho, Siz vodiydan keldingizmi hozir? Ha, Qo'qondan keldim. Qo'qondan keldinglar. Kechasini uxlaganim yo'q. Gap. Bu qizlarimiz mana bu Feruzaxon ismlari. Taniyman. Taniysiz. Bular Dilfuzaxon bular. Juda chiroyli, chiroyli qizlar. Uylangansiz, a? Ha, uylanganman. Xudoga shukr. Ha. Xudoga shukr. Xotinim bor. Xotin bor. Nechta xotin? Yo'q, bitta. Bildim. Boladan nechta? 3ta. Necha o'g'il, necha qiz? 2ta o'g'il, bitta qiz. 2ta o'g'il, bitta qiz. Yaxshi, 4ta qilib qo'ying shuni. Xudo xolasa. 4ta bo'lsa. Jub bo'lsin-da, yaxshi. Hali yoshsiz, necha kirsiz hozir Ulug'bek? 51 ga to'ldim. Mashallah. Mana ko'rsizman, pashlik baravar ekanmiz, shu. Zo'rda. Ustoz ko'rganimdan xursandman. O'ynadim ketdik, Joningiz sog' bo'lsin. Men eshitdim o'sha kuni, 40 yil bo'libdi-da, 20 yoshdan boshlagan, 15, 16 yoshdan boshlagan. Boshlaganman-da. 7-sinfdan boshlagansiz. Mana qarang, odamga erkak kishining omadidan o'ynash bo'lmaydi deydi-yu, bilib bo'lmaydi. Bo'lmaydi mana. Xudo berib qolishi mumkin. O'sha paytda keyin ham sezganmi sizni mana shunaqa bir mashhur bo'lib ketishingizni, xotiningizni? Yo'q, hech kim Sizlar bilmagan. nima kelinni? Men bilganman, hech kim bilmagan. Kelinni sizlar nima kelinni? Gulbahor. Gulbahor ko'ryaptilarmi hozir? Ha, ko'ryapman. Gulbahorxon. Ya, kelinoy salomat bo'ling. Mana shu Ulug'bek bilan qo'sha qarib baxtli bo'ling, ilohim. 3 ta farzand nevaralar bordir. Ha, nevara. Nechta nevara bor? 3 ta nevara bor. 3 ta nevara bor. Uylanmagani bormi bolalar ichida? Yo, hammasini uylantirib bittasini uyladim, chiqardim qizimni, bitta o'g'lim
endi Mersiga olib kirdim, endi uylayman. Neresiga kirib ketdi? Ha, Mersiga olib kirib qo'ydim ishga. Ha, ishgami? Endi uylayman. Endi menisi bo'ladi endi. Ha, bo'ldi. Malades. Yaxshi go'shangili kuyov bo'lsin. Mana Gurbahor keldi, mana ko'ryapsiz, mana turmush o'rtog'ingiz olsiz. Populyarni ayolsiz vodiyda hozir. Siz mana shu Ulug'bek. To'g'ri. Endi familiya nima edi? Toshmat. Ulug'bek Toshmatov ayoli Gurbahor Toshmatova. Familiya Toshmatova, xotin familiyadami? Siz familiyangizdanmi, o'zini familiyasidanmi? Ha, o'zim familiyamda. Siz familiyangizdanmi? Gurbahor Toshmatova bo'ldi kendi. Qarang, qanaqa baxt bo'ldi. Mahallada ham xotinlar gapirayotgandir. Dahshat. Ering yoshi zo'r bo'lib ketdi. Mikrofon. Ali zo'r tuvini. Ha, statuetani. Obardim-ku. Ha. Uyga borib 1 soat uxladim xolos. Uyda odam bosib ketdi. Mehmonni kelib yotdi, hamma chiqyapti. Hamma rasmga tushyapti. Voy. Mana Mana bugun nima berib yuborsammikin sizga endi? Dastur davomida ish topamiz. Mana mana turishimiz bu zo'r. Ha, to'g'ri. Bir boraman uyingizga. Xudo xolasa. Chaqirasiz. Ha. Hamma chiqadi keyin. Bo'ldi. Maza qilamiz. Bo'ldi, ustoz. Bugun 2 soat 20 birgalikdamiz bugun. Bo'ldi. O'zingiz bilan birgamiz. Şeydaman, bo'ldi. Qizni salomlashib olaylik sizlar bilan. Xo'p bo'ladi, shukr aka. Qani marhamat. Judayam boshqacha kayfiyat olib keldingiz. Judayam bir yaxshi kayfiyat bilan hammamiz uyg'otdik va tomosha qilayotganlarga a'lo kayfiyat baxshida qilyapmiz. Hammaga assalomu alaykum. Avvalambor vodiyda yaxshi keldinglar, xush kelibsizlar. Rahmat. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz, to'g'risi. Rahmat. Va assalomu alaykum. Mana bizni tomosha qilayotgan mehrli, qalblarda quyosh porlab turadigan yaxshilar, barchangizga ertalabdan salom, xayrli tong. Yaxshilab oldingizmi? Bugungi haftamizning boshi dushanba tongimiz. Sizga va bizga eng fayzli, eng chiroyli kunlardan biri bo'lishini tilab qolaman. Va albatta 19-may ishga ketayotganlarga oq yo'l, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Tomosha qilayotganlarga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Zo'r kayfiyatlar bugun sizga bo'ladi, chunki yaxshi insonlar davrasidamiz va yaxshi insonlardan yaxshi energiyalar harakat qilamiz tarqatishga. To'g'ri aytasiz. Firuzaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Dilfuzjon. Aziz muxlislarimiz, bekorga aytishmaydi, kayfiyat tabassum zararli va yuqumli deb bugun Ulug'bek aka shunaqangi kayfiyatimizni ko'tarib yubordingiz. Xush kelibsiz. O'zi kayfiyatim yaxshi edi, yanada ko'tarinki bo'lib ketdi. Yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Eng zo'r bizani muxlislarimiz bizdan uzoqlashmay, bugun har doimgidek bitta maqsadda bugun ishga kelganmiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat ulashish niyatida. Va albatta boshidan ko'rdinglar, bugun bizda bir boshqacha efir bo'ladi va albatta biz boshlab oldik. Shukr aka. Ash Ulug'bekni qimalashini o'zi bir boshqacha. odam maza qildirib yuboradi. Odamga zavq shaq beradi. San'atkor shunaqa bo'lishi kerak-da, yonib turishi kerak. Yonib turishi kerak. Energiyaga Bizda boy ko'pchilik bo'lishi hofizda mashhurlar chiqaradi, qo'y joyi turib anaqasidan ajo deb ashulga turadi qimin. Ustoz kastingda qimillamay aytdi aytolmadim. Hali o'rganib qolgan ekan mana shu. Birlashingiz kerak edi. Sizcha hozir kastingga o'tganlar bor-ku. O'tganlardan ko'ra populyarni bo'lib ketdingiz siz. Shunaqa. Sizlar birinchi o'rin olgandek bo'lyapsiz, sezyapsizmi shuni? Men sizga birinchi o'rinni berdim. Shu 3 ta jyuri a'zosi o'tiribdi, Farruh Zokirov, Kumush Razzoqova hammasi. Shularni o'rin men sizga birinchi o'rinni berdim. Grand Prix. Rahmat. Grand Prix berdim. Mana shu san'atni o'zi mana shu qimillashini o'zida mana shu berilib, dod faryod qilayotganning o'zida odam maza qiladi. Zo'r bo'ldi, ortig'i bilan bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Qarang, bitta o'sha bilan chiqib, biroz gapga maza qiladi. Nega qaramadlaring? Shuni o'ziga odam maza qilardi bu. Bu sastav hardon birgami? Yigitlar necha yildan birga yurishasiz? Birovga ham qon to'ygan. Birovga ham boryaptilar.